Yakkasaroy Palace to'yxonasining oshpazlari bilan birgalikda 400 kishilik musaka taomini tayyorlaymiz. Qozonga yog', qiymani solib, yaxshilab qovurib olamiz. Ustidan tuz, tomat, piyozni ham solib, qovurishni davom etamiz. Ketma-ketlikda qirg'ichdan chiqarilgan sabzi, qo'ziqorin, qizil bolgarskiy va pomidorlarni ham solib, yaxshilab qovuramiz. 10-15 daqiqa qovurib bo'lganimizdan so'ng ustini yopib, dimlab qo'yamiz. Alohida qozonimizga yog' solib, baqlajonlarni xuddi shunaqa to'g'rab olib, qovurib olamiz. Yaxshilab qovurib olingan baqlajonlarni ustiga tayyor qiymalarimizdan xuddi shunaqa qilib solib chiqamiz. Yanada mazali bo'lishi uchun esa cherry pomidor va mozzarella sirlarini taomimiz ustiga qo'yamiz. Kulminatsion nuqtaga ham yetib keldik. Endi taomimizni 5 daqiqaga duxovkaga qo'yib, sirlar eriguncha kutamiz. Valya, eng mazali taomimiz ham tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha.